Iste'dodli shoir, beqiyos nosir, romannavis, publitsist, adabiyotshunos olim, dunyo so'z durdonalari mohir tarjimoni, davlat va jamoat arbobi Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek haqida siz nimalarni bilasiz? Keling unda bugun Oybek haqida birgalikda gaplashamiz. Bilamizki, 20-asr boshlarida tug'ilgan yozuvchilar o'z tarjimai hollarida davr taqozosi bilan madrasada o'qigan yillarni chetlab o'tib, eski maktablarda o'qiganman deya ma'lumot berganlar. Holbuki Oybek Toshkentning Oqmasjid mahallasidagi madrasada tahsil ko'rib, arab, fors tillarini o'rgangan hamda shu yerda Ahmad Yassaviy, So'fi Olloyor, Alisher Navoiyni tanigan. Chor hokimiyatining zulmi, Toshkent shahri politmeysteri Machalovning dahshati, 1916-yili Chor hokimiyatining O'rta Osiyo aholisini mardikorlikka olish to'g'risidagi farmoni, Toshkent qo'zg'oloni gurillab yonishiga sabab bo'ldi. 1917-yili oktyabr to'ntarishi, Chor amaldorlari o'rniga bolsheviklarning kelishi. Oybek ana shu voqealarni ko'rib, dunyoqarashi shakllana boshladi. 1925-yilda Oybek O'rta Osiyo davlat universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti iqtisod bo'limida o'qiy boshlaydi. 1927-yilda o'qishni Sankt-Peterburgdagi Plexanov nomidagi xalq xo'jaligi institutiga ko'chiradi. Sog'ligi yomonlashib, u 1930-yilda o'zi o'qigan universitetga qaytib keladi. O'qishni tugatgach, o'sha yerda siyosiy iqtisoddan ma'ruzalar o'qiydi. 1933-yildan boshlab Oybek Madaniy qurilish ilmiy tekshirish institutida va Fanlar komiteti huzuridagi institutda ilmiy xodim bo'lib ishlaydi. 1934-yilda bu ilmiy markaz Til va adabiyot institutiga aylantirildi. Xullas, Oybek oldida yo iqtisodni yoki adabiyotni tanlash muammosi paydo bo'ldi. Oradan ko'p o'tmay 1937-yilda Sovet davlati qatag'on siyosatining avj olishi yozuvchilar va ularning asarlariga vulgar sotsiologizm nazar bilan yondashish Oybekning millatchi va milliy ittihodchilarga xayrixoh kishi, nomatlub shaxs sifatida Til va adabiyot institutidan haydalishi hamda mahalliy matbuot eshiklari uning uchun yopib qo'yilishiga sababchi bo'ldi. Kambag'al oiladan chiqqanligi va internatda tarbiyalanganligi tufayli qatag'ondan omon qolgan. Oybek 1938-yil oxiridagina O'zbekiston o'quv pedagogika nashriyotiga tarjimon muharrir sifatida ishga qabul qilinadi. Serqirra ijod sohibi Oybek jahon va rus adabiyotining eng yuksak namunalarini o'zbek tiliga tarjima qilib, Cho'lpon va Qodiriy asos solgan o'zbek tarjima maktabini o'zining yuksak darajadagi tarjimalari bilan boyitib, yangi bir bosqichga ko'tardi. O'zbek kitobxoni Oybek tarjimasi orqali Malyer, Geyne, Krylov, Belinskiy, Verxin va boshqalarning ko'plab shoh asarlari bilan tanishdi. Tarjimon va shoir o'zbek she'riyat tilini avvalo nozik nafosat yog'dulari bilan jilolantirib, oybekona nafis lirizmni olib kirgan, so'ng yetuk romannavis ham ekanligini oshkor etib, tegirmondan arang omon qolgan chog'larida Qutlug' qon romanini yaratdi-yu, biroq zamonning zayli bilan oradan vaqtlar o'tgandagina bu asar keng jamoatchilikka e'lon qilinadi. Keyinchalik Ulug' yo'l, Oltin vodiydan shabadalar, Quyosh qoraymas kabi asarlari o'zbek realistik romanchiligi taraqqiyotida muhim bir davrni tashkil etadi. Navoiy romani orqali esa o'zbek adabiyotida tarixiy biografik roman janrini boshlab, uning asosiy tamoyillarini belgilab berdi. Navoiyshunoslik faniga tamal toshini qo'ydi. Bu romani keyinchalik o'zbek adabiyotida Ulug'bek xazinasi, Ko'hna dunyo, Yulduzli tunlar, Avlodlar dovoni singari tarixiy biografik romanlarning maydonga kelishiga zamin yaratdi. Keyingi yutuqlari uning faol fuqarolik o'rni hamda yorqin ijodining dalilidir. 1943-yili 4-noyabrda O'zbekistonda Fanlar akademiyasi tashkil etildi va o'sha kundan akademiyaning gumanitar bo'limiga
Hamid Olimjon vafotidan keyin esa Yozuvchilar uyushmasi raisi lavozimlarida faoliyat yuritgan. Keyinchalik Til va adabiyot instituti direktori, Sharq yulduzi jurnali, O'zbek tili va adabiyoti jurnalining bosh muharriri vazifalarini bajargan. Darvoqe, SSR O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi Oybek 1946-yili SSSR davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. 1948-yildan Sovet ittifoqi kommunistik partiyasi a'zosi, SSSR yuqori kengashining 5-6 chaqiriq deputati, Lenin ordeni, Hamza nomidagi O'zbekiston SSR davlat mukofoti sovrindori, 1965-yil esa O'zbekiston xalq yozuvchisi unvonlariga sazovor bo'lgan. 50-yillar avvalida yana qatag'on to'lqinining boshlanishi bilan Oybek insult xastaligiga uchraydi va uzoq davom etgan xastalik oqibatida 1968-yil 1-iyulda 63 yoshida vafot etgan. Vafotidan so'ng uning 20 jildlik to'la asarlari majmuasi nashr etilgan. Mustaqillik yillarida esa buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlangan. To'g'ri, Oybek haqida juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Biz qoldirib ketgan ma'lumotlarni siz izohlarda to'ldirib qo'ying. Biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Hozir esa ketdik. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida Oybekni birgalikda o'rganamiz.